Assalomu alaykum obunachilar. Mana qo'yga yem tayyorlash jarayonimiz. Bu Rozbekga 3 qop kepak sepdik, ustiga tuz bilan. Boshidan video qilish esdan chiqib qopti. 4 qop kepagimiz bor, 1 qop qoldi mana. Keyin 40 kilo raps shirotimiz bor, Qozog'iston raps shiroti. Keyin bu hali mollar uchun tayyorlanayotgan 10 xil retseptdagi yemdan kunjara bor, buning ichida raps ham bor, soya shiroti bor, perimixlar bor. Shulardan 1 qop oldik, 50 kilo chiqdi. Unga mana reklama emas, shu qilkigani 25 so'mlik perimixni bitta qo'shamiz. 100 kilosiga 1 kilodan tuz qo'shamiz. Makkani aralashtirib qo'yamiz. Har kuni ertalab 750 gram, kechqurun 750 gram beramiz. Общий bayda kilo 220 kilocha makka chiqardik. Dravlkadan mana yirik ham emas, mayda ham emas. Bundan mayin qilib olsa qo'ylarimiz chuchkurayapti-da, yaxshi yeyolmayapti. Bundan katta bo'lsa butun chiqib ketyapti. 220 kilo makka, 40 kilo shirot, 50 kilo 10 xil yem aralashmasi va 4 qop kepak bo'ldi. Shuning ichida 2 kilo yo 3 kilo tuz, keyin bitta perimix qo'shamiz.